47-yillarda bo'lgan bu voqea, Alloh rahmat qilgur, otam hayotligida gurung beradi. Bu ham, ya'ni otamning otasi brigadir bo'lgan. Brigadir bo'lgandan keyin urushdan yangi chiqqan hukumat iqtisodiy tanglik tufayli hamma narsani taqchil tekshirgan. O'sha tekshiruvlarning birida buvamni uyiga NKVDning vakillari kelgan, uyimizda tityapti, hamma joyda titib ko'ryapti deydi. Yuklarni ham yiqitib ko'rib, tintuv endi oddiy. Shu bitta chemadan turdi, bir tortdi deydi. Bir tortgandan keyin yumalab bitta piyoz chemodanning ichidan chiqib keluvdi deydi. Yeyiladigan narsa bo'lsa kerak deydi. Shunda oldim tishladim. Qornim 2 kunlardan beri ovqat yemagan, shu darajada ochman. Yig'lab deydi, uxlab qoldim deydi. U yog'ini ko'p eslay olmayman deydi. Ertalab tursam, onam yig'lab o'tirgan ekan. Endi bu birinchidan bitta ukam bir opam bor edi. Birinchidan turmushda og'irligi, ikkinchidan hech kimga yordam bera olmaydigan vaqt. Taqchillik, yo'qchilik, qahatchilik, hamma narsa bir vaqtda kelib qolgan. O'sha vaqtlari Alloh rahmat qilgur, men eslayman deb gurung beradi otam. Onam bechora yo'llarni girdidan tak degan o'simlik bo'ladi. Mana bunday xuddi ko'rinishi bug'doyga o'xshab ketadi, lekin bug'doy emas. Bug'doyni o'rib kelib bo'lmagan, bug'doyni o'rib kelgan odam qamavergan o'sha vaqt. 5 kilo bug'doy uchun qamalib ketganlar bo'lganda, Stalinning qattiq tizimdagi davri. Bug'doy o'ra olmaydi, hech narsa qila olmaydi, bolalarni nimadir yedirish kerak-da. Og'ir, haqiqatan og'ir. Buni eslash nihoyatda o'sha otamga ham og'ir bo'ladi. Doim eslaganda ko'ziga yosh bilan eslaydi-da. O'sha tak-takni o'rib kelaydi-da, tandirni yoqib, ustiga temir taylaydi, temir qizigandan keyin tak-takni xomligicha taylaydi. Yorilib qoladi deydi, uni ezib unday narsa qiladi-da, bizga non qilib beraydi deydi. U nonni esa mana bu yerdan o'tishi juda azob edi. Mana bu yerdan o'tgandan keyin ozgina qorin to'qishlaganday bo'laydi. 95-yillarda qurg'oqchilik bo'lib qoldi o'zimizda ham. Shu ko'chalardan katta mashinalarda bug'doy tashilardi. Shu zabardast sportchi yigitlarning hammasi chiqib bug'doyni xaltalab o'g'illaydi. Biz o'shani o'z ko'zlarimiz bilan ko'rganmiz. Biz boshoq terganmiz dalalarda. O'sha vaqtlar otam aytaydi, biz bunday kunlarda bundan-da og'irini ko'rganmiz. Bolalarim, sabr qilinglar. Ichaman desang, mana sut bor, yeyman desang, qatiq bor, chakki bor. Sal sabr qilib o'tib ketadi deb bizga taskin beradi. Va bugunlik kunga kelib esa, hamma narsa Xudoga shukr to'kin. Hamma narsamiz bor. Nolimaymiz. Lekin mana shu kundan ham noliydiganlarni uchratib qolasiz. Ikkita gapni biriga osmonimiz musaffo deydi, faqat shukurga chaqirasan deydigan fikri notayin bo'lgan odamlar bor. Xo'p, musulmon tinchlik kunga, to'qlik kunga shukr qilmay nima qiladi?